Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim va meni birinchi marta ko'rib turgan kuzatuvchilar. Oldingi videoyimda shayton manipulyatsiyasi haqida gaplashgandik, hasad haqida. Bugun noto'g'ri savollarimizning achchiq javoblari haqida gaplashamiz. Biz insonlar o'zimizning hayotimizdagi quvonch va tashvishli kunlarimiz qolib, boshqalarning ham hayotiga qiziqib, birroq qarab qo'yadigan odatimiz bor. O'sha paytda yo hasad qilamiz, yoki-da havas qilamiz, yoki-da hayratlanamiz. Shunaqa ham bo'lar ekanmi? Shunchaligiga boribdimi? Qanaqa qilib chidabdi? degan noto'g'ri savollar bera boshlaymiz. Voy tavba! Shunaqa ham zolim odam bo'lishi mumkinmi? Voy nimaga chidab yashayapti? Shartta chiqib ketsa bo'lmaydimi? Men bo'lganimda bir kun ham yashamasdim. Men bo'lganimda uni bu xarakteriga umuman chidamasdim. Nimasiga keriladi? O'zi qilib qo'ygan ishini tayini yo'q bo'lsa, kim o'zi bu odam ajratadigan? Nimaga chidayapti bu? Jinnimi? Yoki voy tavba, eri bo'lib turib yurib ketibdimi? Eri ushlabaptimi? Voy tavba, oldinlari erlar xiyonat qilardi, hozir ayollar ham xiyonat qilishga o'tibdi. Hech kimga ishonch qolmagan o'zi. Voy, yomon bo'pti bechara. Yoki yo tavba, xudoyim-ey, shunaqa yaxshi, iymonli, insofli, odobli, tarbiyali, ziyoli oiladan shunaqa bola chiqdimi? Birovni haqqidan qo'rqmaydigan, ota-onasiga jabr bo'pti deb becharani, voy. Qanaqa chidayapti ekan, chiqarib yuborsa bo'lmaydimi? Oqqivara qolsin bunaqa bolani. Nima qiladi chidab, o'zini bolasidan ham nima qilib yuradimi? Bechara endi yorug'ligiga chiqaman deganda. Yoki yo'q qanaqa qilib o'zi tuqqan bolasini tavba eriga alam ustida qilibdimi? Bolasini o'ldirib qo'yibdimi, urib. Qaynonasi ham o'zi yomon bo'lgandek kun bermagan. Tag'in ham ancha-muncha narsani aytmaydi, tavba. Shunchalik olib borishibdimi, soppa-sog' qizni jinni qilishibdi-da. Voy tavba. Bechara sabri ham tugadi-da endi uni. O, bolaligidan qiyinchilikda o'sgan bechara. Hech bo'lmasa na erdan yolchimadi, na bolalardan yolchimadi. Oxiri o'zini o'ldirib yuboribdimi? Xudoyim, Xudo o'zi kechirsin mayli. Endi eri yurgandir maza qilib, qaynonasi yurgandir. Yomonga o'lim yo'q deb bekorga yetmaydi-da, qarang. Shunaqa ham bo'ladimi? Astag'firulloh. Tavba, tavba. Qanaqa qilib, nega shunaqa ham bo'ladimi? Shunchaligiga borish mumkinmi? Voy tavba. Hech kim indamabdimi? degan noto'g'ri savollarimiz hayotimizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Bular tag'in ham hammasi emas. Shu savollarni oldin bitta tahlil qilib ko'raylik. Hozir biza olamlarni Robbi bo'lgan, har narsaga qodir bo'lgan, har bir ichingizdan o'tayotgan so'zlargacha qalbingizdan hech kimga bildirmay saqlab yurgan siringizgacha xabardor bo'lgan Allohdan birovni hayotidagi qiyinchiligini, birovni hayoti nega unaqa yomonligi, hayotida shunaqa zolim insonlar borligi, hech qachon yorug'ligiga chiqmagani, nega chidayotgani, biza Allohdan birovni tashvish, shu yomon kunlarni so'rab olamizmi shu savollar bilan? Endi buni isboti so'rayapmiz biza. Qanaqa qilib, nimaga, nega chidayapti? Men bo'lganimda deb o'zi maqolam bor-ku, katta gapirma degan.
Mana shu san bo'lchi shu hayotda. Sen yashab ko'rchi. Bir xil qizlar bor, men onamdagi bo'lmayman. Men onamdagi bunaqalarga chidamayman. Menga zararmi o'zi bir marta yashasam? Shunaqa qiynalib yashash. Men onamdagi bo'lmayman deydi. Va o'sha onasining hayotida bo'lgan qiyinchiliklar, yomon kunlari qizini hayotida ham takrorlanadi. Nimaga? Chunki men bo'lmayman. Aniq uvering bo'lib aytgan. Va o'shanda qadariga yozilsa kerak-de. Chunki har bitta aytgan gapimizga, har bitta ichimizdan o'tayotgan hissiyotlarimiz uchun ham javob beradigan kunimiz bor. Bizga shunchalik qiziqmi birovning hayoti va uni bosib o'tgan shuncha yo'li bizga kerakmi o'zi? O'zimizni bir dunyo orzularimiz, niyatlarimiz, umidlarimizni shundan surib qo'yib, qarang, shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Voy tavba, men bo'lganimda chidamasdim lekin. Men bu hayotga ko'nmasdim lekin deb katta ketib gapirib qo'yganimiz uchun ham bu hayotni yashab o'tishga majbur bo'lamiz. Alloh taoloning adolati shu qadar haqki, qani sen bo'lmoqchimisan shu hayotda? Sen yashab ko'rmoqchimisan? Qani boshqachasiga yashab ber menga. Menga ko'rsat shunaqa bo'lmasligingni. Menga ko'rsat chidamasligingni. Nima, qanaqa yo'l borligini, yechimini o'zing top berchi boshqa. Yaxshi tomonini. Sen o'sha odamlarni bilmay turib, hayotida yashab ko'rmasdan turib muhokama qiluvmiding? Mana o'sha hayot senga. Mana o'sha zolim odamlar senga. Mana xuddi shunaqa yomon vaziyatlar senga. Muhokama qilgan odamlaringni hayotida yashab ko'r. Keyin hayotimizda bir-biridan zolim odamlar ko'payadi. Chunki biz so'radik-ku Allohdan. Unaqa zolim odam bo'lish mumkin emas, yo'q-ey. Jonchalik bo'lmasa kerak deb qo'ydik. Endi o'sha odamlar borligini bizga hayot isbotlash kerak. Undan keyin biz ne umidlar bilan oila qurganimiz, turmush o'rtoqlarimiz bizga adolatsizlik qilganda, biz ular uchun sabr qilib chidab yashab kelayotganimizda, ular bitta shirin so'zini ayaganida, yoki-da kimlar bilandir solishtirganida, yoki-da ozgina bo'lsa ham mehr ko'rsata olmaganida, himoya qila olmaganida bizani o'zi turtkilab hammani oldida izzat qila boshlaganida, xo'rligimiz kelgandan ham, alamdan ham qasdma-qasd erimizga, farzandlarimizdan alamimizni olamiz. Men nimaga chidashim kerak deb yoki-da shu muhokama qilgan ayollarimizni hayoti bizga ko'chadi. Men qanaqa qiz edim? Meni orqamdan kimlar yurmagan? Men shu kunlarga qolib ketdimmi endi? Men chidamayman, men sabr qilmayman, yo'qolib ketsin deydigan bo'lsak, o'sha muhokama qilgan yengildi ayollarning o'rnida o'zimiz boramiz keyin. Qo'lma-qo'l bo'lib, nomimiz yomon otliq bo'ladi. Alloh asrasin. Keyin umid bilan mayli o'tib ketar, mayli farzandlarim bor-ku, farzandlarimdan ko'rarman, hali yorug' kunlarga chiqarman deb umid bilan chidab yashaymiz. O'sha muhokama qilgan ayollarimizdek nega chidayapti bu o'zi, ketvorsa bo'lmaydimi deganimiz uchun ham biz ham chidab yashashga majbur bo'lib qoladigan vaziyatlarimiz bor. Yoki-da chidamasak, boyaga haligi gap. Chidab yashab kelasizda, endi bolamni orqasidan yorug'ligiga chiqaman deganingizda, bolangiz ham bir xudo urgan banda bo'lib, qo'li egri, hamma yomon ko'radigan, bizni ming tarbiya berganimiz bilan, to'g'ri yo'lga boshlaganimiz bilan bizani gapimizni qulog'iga ham ilmagan bo'lib, nonko'r farzand bo'lib katta bo'lsa, tilimizni tishlagancha qolamiz. Va o'ylaymiz, qayerda nima qildim, nega bunaqa bo'lyapti, nimaga hayotim bunchalik bo'lib ketyapti deb analiz qilishni boshlasa, agar to'g'ri analiz qiladigan bo'lsa, hech kimni ayblamasdan,
u mana shunaqa qilgani uchun men bunaqa qiluvdim, o'shandan keyin hayotim bunaqa bo'lib ketdi deb emas. Vijdonan, adolat bilan tahlil qiladigan bo'lsak, aylanib kelib o'sha tilimizdan chiqqan so'zga borib taqaladi. Voy, yo'q, shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Voy, bechora xotin, endi bolalardan ham ko'ribdiman deb qo'ygan gaplarimiz uchun biz ham o'sha yo'lni, o'sha vaziyatda boshimizdan o'tkazganmiz endi. Alloh asrasin. Demoqchi bo'lganim, nimani so'rasak, kimni muhokama qilsak, albatta o'sha yo'lda, o'sha vaziyatda, o'shanaqa insonlar bilan sinalib, o'sha yo'lni bosib o'tishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun savollarimizni mayli savol beraylik, yaxshi narsalarga faqat. Yo Allohim, shunaqa ham yaxshi odam bo'lish mumkinmi? Hammaga manfaatli, hammaga ilm beradigan, hammani ko'ngliga birdek yoqadigan, bandalaringga faqat ezgulik ulashadigan yaxshi inson bo'lish mumkinmi? Yoki-da Allohim, qanaqa qilib shunaqa kuchli xotiraga ega bo'lish mumkinki, seni kalomingni butunlay boshidan oxirigacha to'liq yodlab chiqishga va qanaqa qilib o'sha yodlagan narsani esdan chiqarib yormaskin shu qoriya bo'lgan bandalaring. Meni bilasan Allohim, xotiram past. Bugun yodlagan narsam ertaga esimdan chiqib qoladi. Qanaqa qilib shunaqa bandalaring bor ekan, ham kalomingni ham yodlaydi, ham sunnatga ham amal qilib yashaydi. Shunda ko'rsang u hech nima gaplashmasang ham yaxshi ko'rib ketadigan bandalaring bor. Allohim, qalbimizga yoqadigan. Yoki-da qanaqa qilib Allohim shunaqa iymonli, insofli, halol, pokiza farzandlar yetishtirish mumkin. Allohdan qo'rqadigan, ota-onasiga mehribon, adolatli, silai rahimli, dunyoga ko'ngil qo'ymagan, birovga yomonlik qilolmaydigan, shunaqa ko'ngli pok, qanaqa qilib shunaqa bolalar yetishtirish mumkin, ilmli qilib. Allohim har birimizni so'ragan yaxshi niyatlarimizga yetkazsin. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz.